Assalomu alaykum qadrdonlar, bugun ikra qilamiz. 1,5 litr yog'ga 3 kilo piyoz solamiz. Piyozni men yaxshilab qizartiraman, ikrani rangi chiroyli chiqadi shunda. Piyozdan keyin 3 kilo sabzi solamiz. Men мясорубка qilaman sabzini. Sabzini ham sal qovurib, 8 kilo qizil bolgarskiy qo'shib yuboramiz. Bolgarskiyni ham ozroq qovurib, endi baqlajon solamiz. Baqlajonni men 10 kilo soldim. Baqlajonni ham bir-ikki aylantirib 10-12 kilo pomidor so'varamiz. Pomidor solgandan keyin baland qaynatmaymiz. Olovni past qilib miltillatib qo'yamiz. Ikramiz tayyor bo'lishidan oldin tabga ko'ra tuz sepamiz, 2 bosh chesnok solamiz va 5 ta puchok ukrop so'varamiz. Mana ikramiz ham tayyor bo'ldi. Endi bankalarni sterillab yopishni boshlaymiz. Menda shu porsiya bo'yicha qilganimda 25 ta banka chiqdi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.